Qadrli muxlislar, dasturlarimizni jonli tarzda davom ettiramiz. Tinglayotganingiz FM 96 to'lqinlarida Sirdaryo yoshlari radiosi. Mikrofon qarshisida men Sohiba O'ral va menga esa hamkasbim Sardor Mo'ydinov hamrohlik qilmoqda. Demak, dasturlarimizni mana shunday yuqori kayfiyat bilan davom ettiramiz. Ayni daqiqada mening mahallam eshittirishiga ham navbat yetib keldi. Demak, bugungi mehmonimiz Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazi mutaxassisi Surayyo Murodova. Surayyo opa, studiyamizga xush kelibsiz. Avvalambor assalomu alaykum. Yana bir bor taklif qilganingiz uchun rahmat. Surayyo opa, bugungi kunda mahallalarda kitobxonlikni rivojlantirish uchun qanday targ'ibot tadbirlarini amalga oshirilyapsiz? Aynan yuqorida suhbatimiz davomida aytib o'tdingizda, Sohiba, bundan o'sha bir necha yil ilgari kitobxonlarimiz kam edi. Lekin mana shu yillarga kelib kitobxonlar soni, umuman kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqish shunchalik ortib ketyaptiki, vaqtida o'sha kitobxonlarning so'ragan kitoblarni yetkazib bera olmayapmiz. Ish juda ham qizg'in deya ta'kidladingiz. Bu albatta bizni quvontiradi. Chunki jamiyatimizda kitob mutolaasiga qiziqadigan, kitob mutolaasi bilan shug'ullanadigan insonlar ko'paysa, menimcha bu bizning yutug'imiz. Shunday emasmi? Albatta, haqiqatdan ham o'tgan mana shu bir 5 yil, 6 yilga solishtiradigan bo'lsak, bugungi kunda kitobxonlar soni juda ham ko'paygan. Abonementlar soni ham ortib bormoqda. Ayniqsa mana shu hozirgi paytda ta'til vaqti bo'lganligi sababli ham maktab o'quvchilari aynan ota-onalari bilan kelishmoqda. Ota-onalari kelib, o'sha yosh maktab o'quvchilarini olib kelib kitobxonlikka da'vat qilmoqda va shuning bilan birgalikda o'smir yoshdagi kitobxonlarimiz ham ko'payib boryapti va o'sha so'ragan kitoblarni, badiiy kitoblar, ilmiy, psixologik har xil mavzudagi kitoblarni biz yetkazib bera olmayapmiz. Chunki har bitta kitobxonga biz misol uchun bitta kitobni 15 kunga beradigan bo'lsak, o'sha kitoblar xullas yetkazib bera olmayapmiz-da. Sababi kitobxonlar soni ortib bormoqda. Va bu bizni yuqorida aytganimizdek quvontiradi. Albatta. Umuman viloyatda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish borasida bugungi kunda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Sizning targ'ibotingiz, ya'ni sizning kutubxonangizning xodimlarining targ'ibot, tashviqot ishlari natijasida menimcha kitobxonlar soni ham ortayapti. Shu haqida so'z yuritsangiz. Albatta, mana shu bugungi kunda aynan bizni markazimizda, ya'ni axborot kutubxona markazimizda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan bir qancha amaliy ishlar olib borilmoqda. Shuning bilan birgalikda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, kitobxonlik targ'ibotlari va ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'plab kitobxonlikni targ'ib qilishga qaratilgan ishlar olib borilmoqda. Masalan, Sirdaryo viloyatida aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, mutolaa ko'nikmalarini shakllantirish va kitobga bo'lgan qiziqishni oshirish maqsadida yuqorida aytib o'tganimdek ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Bu borada viloyat axborot kutubxona markazlari, ta'lim muassasalari va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda faol ishlar olib borilmoqda. Jumladan yaqinda bo'lib o'tgan kitobxonlik tadbirlari, ya'ni kitobxonlik haftaligi tadbirlari muntazam o'tkazilib, unda yozuvchi va shoirlar bilan uchrashuvlar, kitob ko'rgazmalari, adabiy kechalar hamda mutolaa targ'ibotiga bag'ishlangan loyihalar tashkil etilmoqda va yosh kitobxon oila, kitobxon onalar va yaqinda bu viloyatimizda yangilik bo'ladi, kitobxon rahbar, eng faol kitobxon tashkilot kabi har xil loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu haqida alohida mezon ishlab chiqmoqda va unga pul mukofotlari ham qo'yilgan. Yaqinda buni e'lon qilamiz. Albatta, bu barcha kitobxonlarni birdek quvontirsa kerak. Surayyo opa, aholi, ayniqsa yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun qanday yangi loyihalar va tashabbuslar yo'lga qo'yilgan? Umuman, bugungi kunda o'sib kelayotgan yoshlarni kitob mutolaasiga qiziqtirish birmuncha qiyin. Chunki gadjetlar olamida yashayapmiz-da. To'g'ri. Keling shu haqda ham suhbat yuritsak. Yoshlarni manasi nima deydi? Kutubxona avvalambor biz kutubxona fondlarini yangi adabiyotlar bilan boyitib, elektron
va audio kitoblar bazasini kengaytirmoqdamiz. Yoshlarni ekologik va ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish maqsadida tabiat qo'ynida kitob mutolaasi, tabiatshunos kitobxon kabi innovatsion loyihalar ham amalga oshirilmoqda. Oliy ta'lim muassasalari, davlat tashkilotlari va kutubxonalar o'rtasida hamkorlik memorandumlari imzolanib, kitob yarmarkalari, kitobxonlik kunlari hamda turli ko'rik-tanlovlar yo'lga qo'yilgan. Mazkur tadbirlar mana shu natijasida Sirdaryo viloyatida kitob mutolaasi madaniyatini rivojlantirish, yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish hamda ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Va kitob festivali, yosh kitobxon, kitobxonlar klubi, adabiy uchrashuvlar va intellektual tanlovlar muntazam tashkil etilmoqda. Yoshlarni o'sha bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida bukteriyalar va kitob targ'ibotiga oid media loyihalar ham amalga oshirilmoqda. Bular ham o'sha yoshlarning kitobxonlikka bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga xizmat qilyapti desak, hech ham mubolag'a emas. Aynan raqamli adabiyotlar va elektron kutubxonalar, kitobxonlar uchun qanday imkoniyatlar yaratmoqda? Bilamiz, bizda bugun elektron kitoblarni ham ko'p yoshlarimiz mutolaa qilyapti-da va sizning kutubxonangizda ham elektron baza menimcha birmuncha shakllangan. Albatta, mana shu har bitta kitoblarni biz o'zimiz skaner qilib elektron shaklga keltiryapmiz va albatta o'sha raqamli adabiyotlar va elektron kutubxonalar, kitobxonlar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan masalan kitobxonlar istalgan vaqt va istalgan joyda elektron kitoblarni o'qish, yuklab olish hamda ulardan masofadan turib foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Elektron kutubxonalarda badiiy, ilmiy, ma'rifiy va o'quv adabiyotlarining raqamli nusxalari jamlangan bo'lib, zarur manbalarni tezkor qidirish va topish imkoniyati mavjud. Shuningdek, audio kitoblar xizmatini yo'lga qo'yilishi ko'rish imkoniyati cheklangan hamda vaqt tanqisligi sabab mutolaa qilishga qiynaladigan kitobxonlar uchun qulaylik yaratmoqda. QR kod texnologiyasi orqali kitobxonlarni tezkor yuklab olish, mobil qurilmalar yordamida mutolaa qilish va elektron resurslardan foydalanish imkoniyatlari ham kengaytirilgan. Raqamli adabiyotlar va elektron kutubxonalar kitobxonlarning axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirish, mutolaa madaniyatini rivojlantirish hamda zamonaviy bilim manbalaridan samarali foydalanishga xizmat qilmoqda. Yana bir yangilik sifatida aytib o'tmoqchiman. Mana shu raqamli adabiyotlar, audio kitoblar deyapmiz. Raqamli adabiyotlarda boyagi QR kod orqali biz yaqinda turli xil aholi gavjum joylarga, keyin metrolarga, hozir mana chiqib ketdi, yangi avtobuslar keltirilyapti. O'sha avtobuslarga ham biz ularni reklama qilib joylashtirib ketmoqdamiz. Boya aytib o'tganimdek, yoshlar, yoshi kattalarda xohlagan joyda o'sha telefon, hozir hammada mobil telefonlar bor, QR kod orqali skaner qiladi va ma'lumotlarga ega bo'lib ketaveradi. U narsani biz nafaqat o'sha avtobus, bekat, metro va bozorlarda ham har xil banner sifatida, reklama sifatida tarqatishni yo'lga qo'yapmiz. Bu o'sha avtobuslarda yoki bekatlarda kutib turganda vaqt befoyda ketmasin, fuqarolarimiz biroz bo'lsa ham bilimlarga ega bo'lsin degan ma'noda ham tashkil qilingan. Mana shu ishlar ham aynan bizni raqamli, nima deydi, texnologiya rivojlanib ketayotgan bir paytda biz kutubxona xodimlari tomonidan ishlar olib borilyapti. Yana bir yangilik, yaqinda biz o'sha kutubxonamizda media zal tashkil qilmoqchimiz. U media zalda har bitta xodimlari, umuman mutaxassis xodimlar bunda kitobxonlarga xizmat ko'rsatadi. O'zlari boya ko'rish imkoniyati cheklangan yoki bo'lmasa quloqchinlar orqali o'sha kitoblarni audio tarzda ham eshitib hordiq chiqarishlari mumkin. Bu ham bir yangilikda. Albatta. Va xohlagan inson o'sha borib kitob mutolaa qilishga erinsa yoki kitob mutolaa qilishni xohlamasa, audio variantlarida ham eshitib, bemalol o'sha asarni tushunib olishi mumkin. Shunday. Umuman kelgusida viloyatda kitobxonlikni yanada ommalashtirish va kitobga mehr uyg'otish bo'yicha qanday rejalar mavjud? Ya'ni kelajakdagi rejalaringiz haqida ham biroz so'z yuritsangiz.
Kelajakda rejalar faqatgina mana shu kutubxona yoki Guliston shahrida emas, eng chekka hududlarga ham hozir shunday topshiriqlar berilgan. Eng chekka hududlarda ham ko'chma kutubxonalar tashkil qilinyapti. Jumladan har bitta mahallalarga borib, biz o'sha mahalla binolarida ko'chma kutubxonalarni tashkil qilyapmiz. Ya'ni mahallalarda o'tkazilayotgan kitob targ'ibot tadbirlari aholini mutolaa madaniyatini yuksaltirishga muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday tadbirlar orqali kitob va kitobxonlikka bo'lgan qiziqish ortib, aholini, ayniqsa yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish imkoniyati kengaymoqda. Mahallalarda tashkil etilayotgan kitob ko'rgazmalari, adabiy badiiy kechalar, yozuvchi va shoirlar bilan uchrashuvlar, kitob taqdimotlari va mutolaa marafonlari va turli tanlovlar kitobxonlik muhitini shakllanishiga xizmat qilmoqda. Ayniqsa aytib o'tganimdek, ko'chma kutubxonalar faoliyatini yo'lga qo'yilishi kitobxonlikni rivojlantirishda muhim omil bo'lmoqda. Ko'chma kutubxonalar orqali olis hududlarda yashovchi aholi, yoshlar va kitobxonlikka qiziqadigan fuqarolarga turli janrdagi adabiyotlar yetkazib berilmoqda. Bu esa kutubxona xizmatlaridan foydalanish imkoniyati cheklangan hududlarda ham mutolaa madaniyatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Kitob targ'iboti tadbirlari natijasida ko'plab fuqarolar kutubxonalarga a'zo bo'lib, badiiy va ilmiy adabiyotlarni muntazam o'qishga qiziqish bildirmoqda. Ya'ni ular tomonidan shunday bir yangi takliflar ham aytilmoqda. Ayniqsa ota-onalar va farzandlarni birgalikda kitob mutolaa qilishi oilalarda kitobxonlik an'analarini shakllanishi kuzatilmoqda. Ya'ni bizni kutubxonamizda oilaviy kitobxonlarimiz ham mavjud. Hozirgi kunda adashmasam 100 nafarga yetdi. Aynan Guliston shahrida istiqomat qiluvchi oilaviy kitobxonlar, ya'ni ota-onalar farzandlari va yoshi katta kishilar nevaralarini ham olib kelib o'sha har xil turdagi kitoblarni mutolaa qilishmoqda. Oilaviy mutolaa qilishadi. Shuningdek, mahallalarda o'tkazilayotgan tadbirlar orqali kitobxonlar o'rtasida fikr almashish, o'qilgan asarlar yuzasidan munozaralar olib borish va yangi adabiyotlar bilan tanishish imkoniyati yaratilmoqda. Kitobxon oila kabi loyihalar bilan bir qatorda ko'chma kutubxonalar faoliyatining o'sha kengaytirilishi kitobni aholiga yanada yaqinlashtirmoqda. Natijada jamiyatda kitobxonlik muhiti mustahkamlanib, ma'naviy yetuk, keng dunyoqarashga ega va intellektual salohiyati yuqori va avlodni tarbiyalash uchun mustahkam zamin yaratilmoqda. Mahallalarda olib borilayotgan kitob targ'iboti ishlari bugungi kunda mutolaa madaniyatini rivojlantirishning eng samarali va ta'sirchan vositalaridan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bugungi kunda mana rahbarimiz Oybek Karimov shaxsan o'zimizga ham nima desam ekan, vazifa qilib yuklamoqda. Har biringiz kutubxonachisiz, lekin siz o'zingiz ham kitob o'qiysizmi degan savolni o'rtaga qo'ydida. Har hafta har bitta kutubxonachi ya'ni bir haftada bir kitob loyihasi amalga oshirilyapti. Ya'ni har hafta bir kitobni xodimlar o'rtasida mutolaa qilib o'shani taqdimot qilmoqda va o'sha kitob taqdimotini biz ijtimoiy tarmoqlarga, YouTube kanallariga, o'zimizning veb-saytlarimizga yoritib boryapmiz. Bundan maqsad kutubxonachi ham kitob o'qiydi va bemalol o'qigan kitobini o'sha kelgan har bir fuqaroga tavsiya qila oladi. Ya'ni siz o'qigan kitobni, misol uchun men o'qishga vaqtim bo'lmasa, siz o'sha so'zlab berganingizdan so'ng o'sha kitobga bo'lgan meni qiziqishim ortadi va o'sha kitob haqida, voqealari, qahramonlari haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Mana shu narsa yo'lga qo'yilgan. Bu ham yangilik. Hozirgi kunda adashmasam 10-15 ta kitob targ'iboti olib borildi. Ya'ni har juma kuni mana shu narsa bo'lib o'tmoqda bizda. Judayam ajoyib va kutubxona xodimlari o'rtasida ham mana shunday loyihalarning amalga oshirilishi chindan ham o'sha kitobxonlarning ko'payishiga katta zamin yaratadi desam mubolag'a emas. Surayya opa, bizga ajratilgan vaqt shu o'rinda o'z nihoyasiga yetyapti. Sizga samimiy suhbat uchun, kerakli fikrlar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat.
Qadrli muxlislar, qadrli tinglovchilar, demak, bugungi suhbatdoshimiz Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazi mutaxassisi Surayyo Murodova bo'ldi. Albatta, kitob mutolaasi bilan shug'ullaning, chunki kitob mutolaasi bu sizga eng katta boylikni beradigan bir zamin deya olamiz va shu o'rinda eng yaxshi kitoblarni aytib o'taman. O'zbek adabiyotidan Said Ahmadning Ufq romani, shu bilan birgalikda O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi Bitiklar kitobini albatta mutolaa qiling. Mutolaa